Aynan mana shu 2,5 tonnali apparat 0 dan 100 gacha sizni turib 1 soniyada chiqarib bera oladi. Hammalarga assalomu alaykum, Hamid avtomobilchilar. E'tiborlar markazida Audi SQ7 4 litrli TFSI Quattro mashinamiz bo'ladi. Mashinamiz yep-yangi stok holatda Yevropeyskiy sborkada. Bunda kapot tagida aytganimdek 4 litrli twin turbo V8 507 ta o'tuvchi 8 pog'onali avtomatik korobka полный приводda harakatlandi hamda 0 dan 100 ga tezlansa atiga turi 1 soniya. Mashinamizni buni BMW X5 M60 lar bilan bemalol solishtirsangiz bo'ladi yokida GLE 53 SUV kuzovi bilan bemalol solishtirsangiz bo'ladi. Ular bilan bir xil xarakteristikada yuradi, faqatgina ulardan qaraganda narxi ozgina arzonroq. Полный привод, pnevmopodveska, juda ham zararli mashina, полный night paket, hamma joylari faqat diskalargacha ham xrom elementlar ishlatilgan, atak molding ruchka hamma joylar qop-qora rangda bo'ladi. Salonimizni birinchi navbatda bagat ko'rsatadigan narsa bu o'zini bordoviy rangdagi Napa kojinli salon Romvik. Eng zo'r tomoni mashinamiz Alcantara bilan bir xil kollaboratsiya qilingan. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Ko'rishingiz mumkin o'zini podsvetka, xromli elementlar, eng zo'r tomoni mashinamizda 3 ta monitor, displey, klimat nazorati uchun ham alohida monitor hamda orqa alohida o'zini klimat nazorati mavjud. Mashinamizda yana bitta o'zini tortadigan narsasi bu 3D Bang & Olufsen akustikasi. Juda ham premium audio sistema hisoblanadi. Burmesterdan keyingi navbatdagi audio sistema. Yonlargacha ham shtorka hamda orqa alohida o'zini klimat nazorati, sizga yana abdug'abagrev to'rttasigacha ham bor. Bu mashinamizda to'g'ri BMW X5, M60 yoki GLE 450 larda unchalik status bermaydi, lekin xarakteristikasi atak sportivniy emotsiyalarni ular bilan bir xil berishi mumkin. Mashinamizning CIP Toshkent narxi keladigan bo'lsa, agar $100,000 ga tushadi. Agar shu narxni o'zida rasmlashga qilaman deydigan bo'lsangiz, $45,000 yana qo'shadi. Umumiy hisobda patpluslarga $145,000 atrofida tushadi. Strok dastavkasi esa 20 kundan 30 kungacha yetkazib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar bizning xizmatda. E'tiborlar uchun rahmat, joningiz omon bo'lsin.